Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Daf etish uchun beriladigan yordam puli. Ya'ni yaqin inson vafot etganda pensiya jamg'armasi tomonidan to'lanadigan nafaqa bo'yicha tartib va miqdor o'zgardi. Bu ma'lumot faqat pensiyalarga emas, har bir oilaga tegishli. Chunki hech kim bunday holatga oldindan tayyor bo'lib yurmaydi. Lekin hujjatni vaqtida topshirmasangiz yoki kimga murojaat qilishni bilmasangiz, sizga tegishli bo'lgan pulni ola olmay qolishingiz mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgardi? Kimlar dafn puli oladi, kimlar olmaydi? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga borish kerak? Arizada nimalarga e'tibor berish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat topshirish jarayonida bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi ijtimoiy to'lovlar pensiya, nafaqa va kompensatsiyalar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni men muntazam tushuntirib boraman. Dafn etish nafaqasi deganda, davlat tomonidan marhumni dafn qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun beriladigan bir martalik yordam puli tushuniladi. Bu oylik pensiya emas, bu doimiy nafaqa ham emas. Bu faqat bir marta yaqin inson vafot etgandan keyin daf marosimini tashkil qilgan shaxsga beriladigan yordamdir. Avvallari ko'pchilik bu pul haqida umuman bilmas edi. Ayrim odamlar bu faqat pensioner vafot etsa beriladi deb o'ylardi. Boshqalar esa faqat qarindoshi oladi deb noto'g'ri tushunardi. Yana bir katta xato. Odamlar hujjatlarni kech topshirib, keyin nega menga pul berishmadi deb hayron bo'lishadi. Aslida bu masalada muddat, hujjat va kim murojaat qilayotgani juda muhim. Endi asosiy o'zgarish shundaki, daf etish bo'yicha to'lanadigan, dafn puli to'lanadigan yordam puli miqdori oshirilgani aytilmoqda. Bu o'zgarish aholining real xarajatlari bilan bog'liq. Chunki hammamiz bilamiz, bugun daf marosimi xarajati oldingidek emas. Kafanlik, qabriston ishlari, transport, marosimga oid zaruriy xarajatlar, hujjat rasmiylashtirish, uzoqdagi qarindoshlarni kutib olish kabi xarajatlar ko'paygan. Davlat aynan shu sababli ijtimoiy yordam miqdorini qayta ko'rib chiqadi. Lekin men bu yerda juda muhim ogohlantirish beraman. Aniq miqdor doim amaldagi qonunchilik, bazaviy hisoblash miqdori yoki belgilangan normaga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir hududda murojaat qilayotgan paytingizda pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limidan aynan bugungi kunda amalda bo'lgan miqdorni tekshirtirish kerak. Chunki ijtimoiy to'lovlarda eshitdim, qo'shnim oldi. Internetda ko'rdim degan gap bilan harakat qilish xavfli. Oldingi tartibda ham dafn etish nafaqasi bor edi. Ya'ni marhum pensiya oluvchi bo'lsa yoki ayrim hollarda ijtimoiy ta'minot tizimida hisobda turgan bo'lsa, uning vafotidan keyin dafn ishlarini bajargan shaxs yordam puliga murojaat qilishi mumkin edi. Amaliyotda bu pul ko'pincha marhumning turmush o'rtog'i, farzandi, aka-ukasi, opa-singlisi yoki dafnni haqiqatan tashkil qilgan boshqa shaxsga berilardi. Hozirgi yangilikning mazmuni shuki, yordam puli miqdori oshirilgan bo'lsa, bu birinchi navbatda oilaga tushadigan moliyaviy bosimni kamaytiradi. Masalan, avval dafn puli oilaning faqat eng zarur xarajatlarining kichik qismini yopgan bo'lsa, oshirilgan miqdor hech bo'lmaganda asosiy xarajatlarning ma'lum qismini qoplashga yordam beradi. Bu pulni katta daromad deb emas, aynan og'ir paytda beriladigan davlat yordami deb tushunish kerak. Bu yerda yana bir narsa o'zgargan bo'lishi mumkin. Murojaat tartiblari asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Ya'ni ayrim xizmatlarni Davlat xizmatlari markazi, elektron platformalar yoki pensiya jamg'armasi tizimi orqali tekshirish mumkin. Lekin amaliyotda hali ham eng ishonchli yo'l marhum yashagan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish, zarur hujjatlarni topshirish va ariza qoldirish. Men ko'p kuzatganman. Odamlar vafot holati ruhiy bosimda bo'ladi. Kimdir hujjatlarni yig'ishni kechiktiradi, kimdir keyin boraman deydi. Kimdir esa pulni kim olishi kerakligi borasida oilada kelisha olmaydi. Ana shu joyda tartibni bilish juda muhim. Chunki qonun hissiyotga emas, hujjatga qaraydi. Kim dafanni qilganini isbotlasa, kim ariza bersa, kimning hujjati to'liq bo'lsa, odatda to'lov o'sha shaxsga rasmiylashtiriladi. Birinchi navbatda pensioner ota-onasi bor farzandlar bu tartibni bilishi kerak. Chunki ota yoki ona vafot etganda pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Lekin daf etish uchun yordam puli masalasi alohida ko'riladi. Masalan, otangiz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, u vafot etgach siz o'lim haqidagi guvohnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz va boshqa kerakli ma'lumotlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq oilalar.
Agar marhum pensiya tizimida hisobda turgan bo'lsa, uning statusi to'lov masalasida ahamiyatli bo'ladi. Bunda u ishlamas edi, demak pul berilmaydi degan xulosa noto'g'ri bo'lishi mumkin. Muhimi, marhum pensiya jamg'armasi tizimida qanday toifa bo'yicha hisobda turganini aniqlash kerak. 3-toifa yolg'iz yashagan pensionerlarning qo'shnilari yoki uzoq qarindoshlari. Hayotda shunday bo'ladi. Marhumning farzandi boshqa viloyatda, chet elda yoki umuman aloqada bo'lmasligi mumkin. Dafn esa qo'shni, mahalla yoki uzoq qarindosh tashkil qiladi. Bunday vaziyatda dafni real bajargan shaxs yordam pulini olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bunda dalil va hujjat muhim. Mahalla ma'lumotnomasi dafni kim tashkil qilgani haqidagi tasdiq. Shaxsiy hujjatlar talab qilinishi mumkin. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Masalan, agar marhum umuman pensiya jamg'armasi tizimida tegishli toifa bo'yicha hisobda bo'lmagan bo'lsa, to'lov boshqa manbadan yoki boshqa tartibda ko'rilishi mumkin. Har bir vafot holati avtomatik ravishda pensiya jamg'armasidan dafn puli chiqadi degani emas. Shuning uchun avval marhumning maqomini aniqlash kerak-ku, u pensionermi, nafaqa oluvchimi, ishlovchi shaxs bo'lganmi, ijtimoiy sug'urta tizimida qanday hisobda turgan. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 72 yoshli ota yoshga doir pensiya olayotgan edi. U kishi vafot etdi. Dafnni katta o'g'li tashkil qildi. O'g'il nima qiladi? Avval FHD organdan o'lim haqidagi guvohnomani oladi. Keyin o'z pasporti yoki ID kartasi bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boradi. Agar kerak bo'lsa, otasining pensiya daftarchasi yoki pensiya olayotganini tasdiqlovchi ma'lumotlar ham ko'rsatiladi. Ariza yoziladi. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, dafn puli belgilangan tartibda to'lanadi. Bu yerda eng muhim nuqta. Pul otaning barcha farzandlariga bo'lib berilmaydi. Odatda dafni tashkil qilgan va murojaat qilgan shaxsga to'lanadi. Ikkinchi misol. Samarqandda bir ona nogironlik pensiyasi olayotgan edi. Vafotdan keyin dafni qizi amalga oshirdi. Qizning familiyasi turmushga chiqqani sababli onasiniki bilan mos kelmaydi. Ba'zi odamlar bunday vaziyatda qo'rqib qoladi. Familiyam boshqa, menga bermasa kerak deydi. Aslida qarindoshlikni tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yoki boshqa hujjatlar bilan tasdiqlash mumkin. Lekin yana aytaman, asosiy masala har doim ham faqat qarindoshlik emas, dafni kim tashkil qilganidir. 3-misol. Buxoroda yolg'iz yashagan pensioner vafot etdi. Farzandlari chet elda. Dafnni mahalla faollari va qo'shnisi tashkil qildi. Bunday vaziyatda qo'shni men qarindosh emasman, demak ololmayman deb o'ylamasligi kerak. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, dafni aynan o'zi tashkil qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi mumkin. Masalan, mahalla raisi tomonidan berilgan tasdiq xarajatlarni amalga oshirganini ko'rsatuvchi ma'lumotlar. Guvohlarning izohi yordam berishi mumkin. Albatta, yakuniy qarorni vakolatli organ hujjatlariga qarab chiqaradi. 4-misol. Bir kishi vafot etdi, lekin uning pensiya kartasida hali yechilmagan pensiya puli bor. Qarindoshlar dafn puli bilan o'sha pulni adashtirib yuboradi. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Pensiya kartasidagi qolgan pul meros, oxirgi oy pensiyasi va dafn etish nafaqasi bir xil narsa emas. Ularning har biri alohida tartib bilan hal qilinadi. Dafn puli bir martalik yordam, meros esa notarial tartibda ko'riladigan masala bo'lishi mumkin. Eng katta nozik joylardan biri muddat masalasidir. Dafn etish nafaqasiga murojaat qilishda qonunchilikda belgilangan muddatlar bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha 1 yil o'tdi, endi borsam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy to'lovlarda kechikish muammo keltiradi. Shuning uchun vafot holatidan keyin hujjatlar tayyor bo'lishi bilan imkon qadar tezroq murojaat qilish kerak. Men har doim tavsiya qilaman. O'lim guvohnomasi olingandan keyin bu masalani cho'zmasdan hal qiling. Ikkinchi nozik masala. Marhumning pensiyasi vafotidan keyin ham kartaga tushib qolgan bo'lsa, uni ishlatish mumkinmi? Bu savol juda muhim. Agar vafotdan keyingi davr uchun ortiqcha pensiya tushgan bo'lsa, u mablag'ni ishlatish muammo tug'dirishi mumkin. Chunki shaxs vafot etgandan keyin unga pensiya hisoblanmasligi kerak bo'lgan davr bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartadagi pulni darhol yechib olishga shoshilmang. Avval pensiya jamg'armasini aniqlashtiring, qaysi pul qonuniy hisoblangan, qaysi biri qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. 3-nozik masala, oilada bir nechta odam dafn puliga da'vo qilishi. Masalan, katta o'g'il men oldimga yugurdim, kichik o'g'il xarajatni men qildim, qiz esa hujjatni men rasmiylashtirdim deyishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi oilaviy nizoni hal qiladigan sud emas. U hujjatga qaraydi. Kim ariza bergan
kim dafni tashkil qilganini tasdiqlagan. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, to'liq o'sha tomonga yo'naltirilishi mumkin. Agar nizo kuchli bo'lsa, tomonlar o'zaro kelishish yoki zarur bo'lsa, huquqiy tartibda hal qilishi kerak. 4-masala boshqa hududda vafot etish. Masalan, odam Qashqadaryoda yashagan, lekin Toshkentda davolanayotib vafot etgan. Dafn esa tug'ilgan joyida qilindi. Bunda qayerga murojaat qilinadi? Odatda marhum pensiya hisobida turgan hudud muhim bo'ladi. Lekin hujjatlarda vafot joyi, yashash joyi va dafn joyi turlicha bo'lsa, qo'shimcha tasdiqlar so'ralishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni to'liq olib boring. O'lim guvohnomasi, marhumning yashash joyi ma'lumoti, arizachining hujjati va dafnni tashkil qilganini ko'rsatuvchi dalillar. 5-masala o'lim guvohnomasidagi xatolar. Ism, familiya. Tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotida bitta harf xato bo'lsa ham to'lov cho'zilishi mumkin. Masalan, marhumning pensiya bazasida Abdullayev deb yozilgan, o'lim guvohnomasida esa Abdullayeva yoki boshqa ko'rinishda ketsa, tizim mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatni olgan zahoti tekshiring. Xato bo'lsa, darhol fad'iy organga murojaat qilib tuzattiring. 6-masala dafn puli va moddiy yordamni adashtirmaslik. Ayrim hollarda mahalla, hokimlik, homiylar yoki korxona tomonidan alohida moddiy yordam berilishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasining dafn puli bilan bir xil emas. Masalan, marhum ilgari ishlagan korxona o'z ichki tartibiga ko'ra yordam berishi mumkin. Mahalla temir daftar, ayollar daftari yoki boshqa ijtimoiy mezonlar bo'yicha yordam ko'rsatishi mumkin. Lekin bu alohida, dafn etish nafaqasi alohida. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Yaqin inson vafot etgandan keyin nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'lim holatini rasmiylashtiring. Tibbiy muassasa yoki tegishli organ tomonidan berilgan o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma asosida HDI bo'limidan o'lim haqidagi guvohnoma olinadi. Bu hujjat pensiya jamg'armasiga murojaat qilish deyarli imkonsiz. Ikkinchi qadam, marhumning maqomini aniqlang. U pensiya olganmi? Ijtimoiy nafaqa olganmi? Ishlaganmi? Nogironlik pensiyasidan boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lov olganmi? Agar qo'lingizda pensiya daftarchasi, bank kartasi, SMS xabarnoma yoki pensiya haqida ma'lumot bo'lsa, olib boring. Agar hech narsa bo'lmasa ham pensiya jamg'armasi bazadan tekshirishi mumkin. Lekin ma'lumotni aniq aytish jarayonini tezlashtiradi. 3-qadam. Arizachi hujjatlarini tayyorlang. Ariza berayotgan shaxsning pasporti yoki ID kartasi kerak bo'ladi. Agar qarindoshlikni tasdiqlash talab qilinsa, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjatlarni ham tayyorlab qo'ying. 4-qadam, dafnni kim tashkil qilganini tasdiqlovchi ma'lumotlarni tayyorlang. Har doim ham kvitansiya bo'lmasligi mumkin, buni tushunaman. Lekin mahalla ma'lumotnomasi guvohlar marosimni tashkil qilgan shaxs sifatida ko'rsatilgan ma'lumotlar yordam beradi. Ayniqsa qarindosh bo'lmagan shaxs murojaat qilsa, bu juda muhim. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. Marhum qaysi hududda pensiya hisobida turgan bo'lsa, odatda o'sha hudud bo'yicha murojaat qilinadi. Agar aniq bilmasangiz, yashash joyingizdagi bo'limga borib maslahat oling. Ular sizni to'g'ri yo'naltiradi. Ayrim xizmatlar, davlat xizmatlari markazi orqali ham ko'rsatilishi mumkin, lekin aniq holatingiz bo'yicha mahalliy bo'limdan ma'lumot oling. 6-qadam, arizada ma'lumotlarni aniq yozing. Marhumning to'liq ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, vafot sanasi, yashash manzili, arizachining ism familiyasi, telefon raqami, bank karta yoki hisob raqami, dafni kim tashkil qilgani aniq ko'rsatilishi kerak. Telefon raqamini to'g'ri yozing. Chunki qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa, siz bilan bog'lanishadi. 7-qadam, hujjat topshirilganini tasdiqlovchi qayd yoki ro'yxat raqamini oling. Bu juda muhim. Og'zaki qoldiring. Ko'ramiz degan gap bilan cheklanib qolmang. Arizangiz qabul qilinganmi? Qaysi sana bilan ro'yxatga olingan? Kim qabul qilgan? Qachon javob bo'ladi? Shularni aniqlang. 8-qadam, to'lov kelishini tekshiring. Pul bank kartasiga tushishi yoki belgilangan boshqa tartibda berilishi mumkin. Agar belgilangan muddatda to'lov bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Uyaldim, yana borishga noqulay demang. Bu sizga tegishli qonuniy yordam bo'lsa, uni talab qilishga haqqingiz bor. Birinchi xato, marhumning kartasini ishlatib turamiz, keyin ko'ramiz deyish. Bu xavfli. Vafotdan keyin bank kartasi va pensiya to'lovlari bo'yicha ehtiyotkor bo'lish kerak. Har qanday shubhali pul yechimi keyin ortiqcha muammo keltirishi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatlarni qarindoshlar
orasida yo'qotib qo'yish. O'lim guvohnomasi, pasport nusxalari, pensiya hujjatlari tartibli saqlanishi kerak. Men tavsiya qilaman, barcha hujjatlarni alohida papkaga soling, nusxa qildiring, telefoningizga rasm olib qo'ying. 3-xato, yordam puli miqdorini aniq bilmay turib janjal qilish. Falonchi shuncha oldi, menga nega kam? degan savol ko'p bo'ladi. Miqdor marhumning toifasi, amalda norma, murojaat sanasi va qonunchilikka bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval rasmiy javobni oling. 4-xato, kech murojaat qilish. Dafndan keyin ruhiy holat og'ir bo'lishini tushunaman, lekin hujjat ishlari cho'zilsa, keyin tiklash qiyinlashadi. Hech bo'lmasa oiladan bitta odamni mas'ul qiling, u hujjatlarni yig'sin, pensiya jamg'armasiga borsin. Arza holatini kuzatsin. 5-xato, og'zaki gaplarga ishonish. Sizga berilmaydi, endi kech bo'ldi, bunday pul yo'q degan gaplarni eshitsangiz, rasmiy asos so'rang. Rad javobi bo'lsa, yozma shaklida nima sababdan rad etilganini bilishga harakat qiling. Chunki ba'zan odamlar noto'g'ri tushuntirish eshitib, o'z huquqidan voz kechib yuboradi. Dafn etish yordami oilaning daromadiga qarab beriladimi yoki marhumning maqomiga qarabmi degan savol bo'ladi. Odatda bu turdagi to'lovda marhumning tegishli tizimda hisobda turgani va dafni tashkil qilgan shaxsning murojaati muhim bo'ladi. Lekin aniq mezonlar amaldagi hujjatlarga bog'liq. Shu sababli har bir holatda pensiya jamg'armasi tushuntirishini oling. Agar marhum chet elda vafot etgan bo'lsa, hujjatlar yanada murakkablashadi. O'lim haqidagi xorijiy hujjat tarjima qilinishi, tasdiqlanishi yoki apostil konsullik tartibida rasmiylashtirilishi talab qilinishi mumkin. Bunday holatda avval FDI va pensiya jamg'armasidan aniq ro'yxat oling, keyin hujjat tarjima qildiring. Agar marhumning qarindoshlari yo'q bo'lsa, mahalla yoki dafni tashkil qilgan shaxs yordam masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin bunda har bir qadam hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, mahalla dalolatnomasi, qabriston ma'lumoti. Xarajat bilan bog'liq tasdiqlar keyin juda asqo o'tadi. Agar marhum ishlayotgan shaxs bo'lgan bo'lsa, dafn yordami masalasi ish beruvchi, ijtimoiy sug'urta yoki boshqa tartiblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma narsa pensiya jamg'armasidan bo'ladi deb o'ylamang. Ishlagan korxonasining buxgalteriyasi yoki kadrlar bo'limidan ham so'rang. Agar pensioner vafotidan oldin pensiyasini ola olmagan bo'lsa, masalan, kasalxonada yotgani uchun yoki kartasi blok bo'lgani uchun, bu alohida masala. Olinmagan pensiya kimga va qanday tartibda berilishi mumkinligi daf puldan boshqa tartibda ko'riladi. Buni ham pensiya jamg'armasida alohida so'rang. Daf puli alohida, olinmagan pensiya alohida masalami deb aniqlashtiring. Demak, eng asosiy gap shuki, daf etish uchun beriladigan yordam puli oshirilgani haqidagi yangilik har bir oila uchun muhim. Bu pul og'ir paytda oilaga yordam beradi, lekin uni olish uchun hujjat, muddat va murojaat tartibini bilish shart. Marhumning maqomini aniqlang, o'lim guvohnomasini oling, arizachi hujjatlarini tayyorlang. Dafnni kim tashkil qilganini tasdiqlang va pensiya jamg'armasiga vaqtida murojaat qiling. Men yana bir bor eslataman, aniq miqdor va aniq tartibni har doim o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidan tekshiring. Chunki qonunchilikdagi o'zgarishlar, bazaviy miqdorlar va amaliy tartiblar yangilanib turadi. Sizning vazifangiz esa o'z huquqingizni bilish va hujjatlarni to'g'ri topshirish. Agar sizning oilangizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, daf puli olishda qanday muammoga duch kelganingizni kommentariyada yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, moddiy yordam va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.